Bismillahirrahmanirrahim. İmanның fazilati 44-ci hadis. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mundaq deydi. Biz Peygamber alayhissalam bilan masjidda o'tiratdik. Tuguminigan bir kishi masjidga kirdida tugusin cho'kirib qolgandan keyin qaysinglar Muhammad bo'lsizlar deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning aramizda yo'linib o'tiratdi. Biz mavi yo'linib o'tirgan aqshmoq odam shu dedik. U kishi Abdul Muttolibning o'g'li dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qulqum senda dedi. U odam men senden sual so'ramoqchi. Sualni qo'pollik bilan so'rayman. Ko'ngling olmag'aysan dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xalqning so'rgan dedi. Sen va senden ilgirkilarning egisi bo'lgan Allohning nomi bilan senden so'rayki, Alloh haqiqatan seni barliq kishilarga payg'ambar qilib avatdimi? Albatta shundoq. Allohning nomi bilan so'rayki, Alloh taolo sen orqali bizni bir kecha kunimizda 5 vaqt namoz o'qishga buyurdimi? Albatta shundoq. Allohning nomi bilan so'rayki, Alloh taolo sen orqali bizni har yilning bu oyida ro'za tutishga buyurdimi? Albatta shundoq. Allohning nomi bilan so'rayki, Alloh taolo seni boylarimizning sadiqalarini yig'ib, kambag'allarımizga tarqatib berishga buyurdimi? Albatta shundoq. Sen Alloh tarafdan elib kelgan barliq ta'limotlarga iymon keltirdim. Men qabilamning sana avatgan elchisi Bani Said ibn Bakr qabilasidan Zimam ibn Sa'laba bo'laman. Buxoriy 63. 45. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan biror mas'ul to'g'riliq savol so'rashdan cheklangan edik. Shunga sahrodan bu cheklimizning xabari yo'q, zerakrak birisi kelib payg'ambar alayhissalomdan savol so'rasa biz xush bo'lib ketdik. Bir kuni sahrodan bir kishi kelib, "Ey Muhammad, sening avatgan odaming bizning yonimizga kelib, seni Allohning elchisi da'vat etdi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'g'ri debdi dedi. Undaqda osmon zaminni kim yaratdi? Bu tog'larni kim tikladi? Tog'larning ichidagi nurg'un narsalarni kim yaratdi? Alloh. Osmon zaminlarni yaratgan, tog'larni tiklagan zotning nomi bilan sendan so'rayki, haqiqatan Alloh seni payg'ambar qilib avatdimi? Ha, shundoq. Sening avatgan odaming bizga bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qish farz deydi-ku, degani to'g'ri. Seni payg'ambar qilib avatgan zotning nomi bilan so'rayki, buni Alloh buyurdimi? Ha, shundoq. Sening avatgan odaming bizga mollarning zakatini ayirish farz deydi-ku, degani to'g'ri. Seni payg'ambar qilib avatgan zotning nomi bilan so'rayki, buni Alloh buyurdimi? Ha, shundoq. Sening avatgan odaming bizga Ramazon oyida bir oy ro'za tutish farz deydi-ku, deganlar to'g'ri. Seni payg'ambar qilib avatgan zotning nomi bilan so'rayki, buni Alloh buyurdimi? Ha, shundoq. Sening avatgan odaming bizga qodir bo'la olgan odamning haj qilish farz deydi-ku, degani to'g'ri. Seni haqiqatan yetkizish uchun payg'ambar qilib avatgan zotning nomi bilan qasamki, men bu anglaganlarimni kam ziyor qilmasdan o'rindayman. U odam ketgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u rost shunday qila olsa, cho'qim jannatga kirdi dedi. Muslim 12-hadis. 46. Tirmizi, Abu Davud va Nasoiylarmi yuqorqidek rivoyat qilgan. 47. Ahmad va Tabrani munolarni qo'shib rivoyat qilgan. Zimam kuchtingir va tutuq bir odam bo'lib, ikki dona o'rimchechi bor edi. U payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan birga turayotgan bir joyga kelib, Abdul Muttolibning o'g'li qaysinglar deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdul Muttolibning o'g'li men bo'laman deb javob berdi. Sen Muhammadmi? Shundoq. Ey Abdul Muttolibning o'g'li, sendan bir nechta savol so'ramoqchiman. Savolni qo'polroq so'rayman. Hargiz ko'nglingga olma. Ko'nglimga olmayman. Xalqingdan so'rgin. Senden ilgirkilarning shundoqla sendan keyin kelganlarning ilohi bo'lgan Allohning nomi bilan sendan so'rayki, Alloh seni bizga payg'ambar qilib avatdimi? Albatta shundoq. Senden ilgirkilarning shundoqla sendan keyin kelganlarning ilohi bo'lgan Allohning nomi bilan so'rayki, Alloh bizni ibodatni faqat Allohga qilishga, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka va ota-bobolarimiz ibodat qilgan butlarni cho'rib tashlashga buyurdimi? Albatta shundoq. Senden ilgirkilarning shundoqla sendan keyin kelganlarning ilohi bo'lgan Allohning nomi bilan sendan so'rayki, Alloh bizni 5 vaqt namoz o'qishga buyurdimi? Albatta shundoq. U yana zakat, roza va haj qatorliq islomdagi farzlarni yuqori tariqada bir-birlab so'rab tugatgandan keyin, men Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Hojimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning elchisidir deb guvohlik beraman. Bu farzlarni kam ziyorat qilmasdan ado qilaman. Sen to'sgan har qanday ishdan yiroq turaman dedi. Ondan tugis taraf qarab mangdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki o'rim chashliq bu odam rost shunday qila olsa jannatga kiradi dedi. Ondan u tugisini yeshib qavmi tarafga qarab yo'lga chiqdi. Uning yetib berishi bilan qavmi uning atrofiga o'lashdi. Uning tunji qilgan so'zi Lat va Uzza, butlarning ismi nima degan nachar nimalar ha? Deyish bo'ldi. Qavmi ey Zimam, o'zingni besib ol, Oqisel, Maho va Sarang bo'lib qo'yishdan qo'rq deydi. Zimam sizlarga u butlarning qo'lidan yo ziyonliq, yo foyda hech narsa kelmaydi. Allah sizlarni bu azg'ullikdan qutuldirish uchun bir payg'ambar avatibdi. Uningga bir kitobni tushiribdi. Men sheriksiz, yegani Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. Men payg'ambar